Nutuq va eg'iz tili mahorati. Su eriqdi yaxshi, gap qilibdi yaxshi. Notiqlik tug'mi bo'lamdi yoki keyin o'rganish orqali yetildirgili bo'ladigan iqtidormi? O'zining tili orqali o'zini to'liq tushuntirib bo'lmaydi odamlarga. Ovozdagi sehr so'zga bo'lgan mehrdan keladi. Ma'lum nuqtani aytganda talant egasi, ixtisos egasi jazman notiq bo'lish kerak. Ya'ni o'ziga nom berayotgan mas'uliyatini haqiqatiga yetkazib tunishtirib olmayotgan nurg'un bechoralarni ko'rsiz. Nurg'un odam undidorda o'zi gap qilib bo'lgandan keyin o'zining ovozini qayta anglashni yaxshi ko'rmaydi. Tilning go'zalligi, ko'ngilning go'zalligi. O'zingizning bilganlarini boshqalarga ifodalab yetkazib beramisingiz? Bu bir xil kasallik bo'lmay nima? Tildagi bo'sish, hayotlikdagi bo'sish. Ikkinchi qism. Undaqda biz demoqchi bo'lgan bu nutuq zodi nima? Biz nutuq to'g'riliq to'xtalishdan burun nutuqning nimaligi haqida, nutuqning ilmiy ma'nosining nima ekanligi haqida bir tushuncha hosil qilaylik. Nutuq degan nima degan savolga mundaq bir qancha xil javob berilgan. Birinchi javob: nutuq ko'pchilikka planliq, maqsadlik, bosh temisi bo'lgan sistemalik og'zoki yetkazishni ko'rsatadi. Bu nutuq deganga berilgan tushunchaning bu birinchi javobi. Nutuq o'rindash bilan so'zlash yug'urilgan gavda. Lekin u so'zlashni asosiy mazmun qilib, o'rindashni, ya'ni o'rindash deganimizda badan tilini qo'shimcha qiladigan ifodalash san'ati. Uchinchi tushuncha: nutuq ommaviy so'rinlarda ovozliq tilni asosiy vosita, badan tilini qo'shimcha vosita qilib, ma'lum konkret masalaga qarata ro'shan, mukammal holda o'zining ko'z qarashi va tashabbusini bayon qilish faoliyatini ko'rsatadi. Faqat uchur yetkazish yoki boshqalarga ta'sir ko'rsatishni maqsad qilgan og'zoki ifodalashning hammani umumlashtirib nutuq deb atsaqmi bo'ladi degan qarashdagilarmi yo'q emas. Nutuq degan zodi nima? Eng oxirgi yana bir tushuncha: nutuq til bilan ifodalash san'ati. Ya'ni nutuq so'zligicha ma'lum sondagi ommaga, ya'ni anglovchilarga yuzlanib, ovozliq tilni asosiy ifodalash vositasi qiladigan qo'l harakati, ruhiy holati, chiroy ifodasi orqali o'zining ideyasi, nuqtai nazari, tashabbusi va ko'z qarashini ifodalaydigan bir xil san'at. Ammo bizning tilimizdagi nutuq odatdagi gap so'zlarni o'z ichiga olmaydi. Ya'ni odatdagi gap so'zlarni biz eg'iz tili mahorati yoki bo'lmasa hozir javoblik yoki bo'lmasa so'zmanlik deyishimiz mumkin. Bu yerda deyilayotgan nutuq muntazam bo'lgan, belgilik anglovchilar to'piga yuzlangan, ma'lum bir muddoda, ma'lum bir temada sistemalik og'zoki yetkazish faoliyatini ko'rsatadigan ma'qul nutuqni ko'rsatadi. Mushundan qaraganda bizning til iste'molimizdagi mavjud bo'layotgan nutuq degan so'z odatdagi gap so'zlardan leksikalik ma'no jihatda farqlanadi. Nutuq deganimiz u ko'p sondagi odamlar bilan nutuq so'zligichining hozirlanish asosida deb beriladigan mana bir shakl. Uning ustiga nutuq so'zligichining ma'lum bir dunyo qarashi san'atlik yo'l bilan ifoda qilinadi. Nutuq san'at tushiga ega bo'ladi. Ya'ni davlat o'rtaq tilida nutuq deganni yanjang deydi. Buning oldidagi yan degan so'zni o'zi o'rindash, ifodalash. Shuning qartli masalan aktyorlarni shu tilda ifodalaymiz, ovoz artistlarini shu tilda ifodalaymiz. Masalan yanchu deymiz, o'yin qo'yiladigan murosimlarni shuni ifodalaymiz. Jang degani tipik holatda ma'nosini aniq so'zlash, aytish, bayon qilish degan gap. Mush ikkisi birikib nutuq degan so'zni bildirdi. Shunga ma'lum nuqtani aytganda nutuq belgilik san'atli xususiyatga ega. Xo'sh, unda bo'lsa biz halqiliq bir savol haqida o'ylash baqayli. Notiqlik tug'mi bo'lamdi? Nutuq so'zligicha yoki nutuqni yaxshi so'zligichilarni biz umumlashtirib notiq deb ataymiz. Unda bo'lsa notiqlik tug'mi bo'lamdi yoki keyin o'rganish orqali yetildirgili bo'ladigan iqtidormi? Men uchratgan nurg'un savoqdoshlar
Mayli men birga-bir tarbiyalayotganlar bo'lsin, yoki men sirtdagi maktablarning taklifi bilan dars o'tayotganlar bo'lsin, yoki bizning maktabdagi mushu diktor yosatchilik kasbidagi o'quvchilar bo'lsin, zo'r ko'pchilik savoddoshlarning, o'rganuvchilarning ingida notiqlik tug'mi bo'ladi degan ong bor ekan. Men buni o'qitish jarayonida his qildim. Notiqlik tug'mi bo'lamdi? Bu savolga xalqaroda o'rtaq berilgan javob yo'q. Notiqlik tug'mi bo'lmaydi. Endi tug'mi bo'ldig'ini nima? Tug'im bo'ldig'ini sizdagi ovoz. Birinchisi sizdagi ovoz tug'im bo'ladi. Ovozni o'zgartkili bo'lmaydi. Ovozni hatto operatsiya qilib o'zgartkili bo'lmaydi. Nurg'un texnikalar chiqqan bo'lsa-mu, tibbiy sohada odamning ovozini o'zgartiradigan texnika hozirgacha o'tirga chiqqani yo'q. Ammo ovoz mashq qiladigan, nafas mashq qiladigan ishlarimiz bor. Masalan, ba'zilarning ovozi nisbatan yiqimsiz yoki uzunroq so'zlab qolsa geli og'riydigan yoki bo'lmasa boshqalarga bir xil chirqiroq, yirtiq ovozdek tuyg'u beradigan ahvollar bor. Bularga bizning o'rgatadiganimiz ovoz mashqi. Ya'ni oldi bilan nafas mashqini o'rgatamiz, uningdan keyin ovoz mashqini o'rgatamiz. Bu orqali to'g'ri bo'lgan ovoz chiqarishni o'rganadi, ilmiy bo'lgan to'g'ri ovoz mashqini izchil qilish orqali ovozni texmi yiqimli qilg'il bo'ladi. Nurg'un odamlar yana bir masalani bayqadim. Undidorda so'zlab bo'lgandan keyin o'zining ovozini o'zi yoqtirmaydiganlarni aytib ko'p sonli kellaydi ekan. Ya'ni o'zining ovozini o'zi yondirib anglasa taqat qilolmaydigan, o'zining ovozidan bezor bo'ladi ekan. Mushundaqlardimi oldimizga kelib dars anglaganlar bo'ldi. Hatto ovozi qizlarnikidek chiqadigan o'g'illarmi dars oldi va deganimizga moslashib, aslidagi o'g'il boladek chiqadigan ovoz tusini topganlarmi bo'ldi. Endi bu ovozdagi masala nima deganda, bir odamning ikki qo'li bo'lsa, bu faqat birli qo'lni ishlatib kunib qolgan bo'lsa, biz ovoz mashq orqali buning yana bir qo'lini tang ishga soladigan holatga akila olamiz. Ammo ovozni o'zgartirib bo'lmaydi. Xo'sh, temizga qaytib kelsak, notiqlikdagi tug'im bo'lganning biri, agar tug'im bo'ladi deyilsa, ovoz tug'im bo'ladi. Endi sizningki inkosingiz, tuyg'ungiz, badiiy ditingiz bu balkim tug'im bo'lishi mumkin. Ammo ovozni asosan yaxshilig'ili, izchil, to'g'ri mashq qilish orqali saviyasini yuqori ko'targil tamoman bo'ladi. Nutq to'g'rilik gap bo'lganda Dali Karnegdan agib o'tib ketolmaymiz. Dali Karneg cho'nglar ma'rifi bo'yicha bo'libmi mushu nutqni tarbiyalash bo'yicha intayin mo'l usulliq bir shaxs. Buning bozor sog'in nurg'un kitoblari bor. Masalan, tildagi bo'sish, notiqlik san'ati, inson tabiatidagi qorong'ulik, inson tabiatidagi yo'riqlik, inson tabiatidagi ojizlik degandek nurg'un kitoblari bor. Asosan nutqni cho'rdab, nutq haqida tadqiqot olib borgan va notiqlik to'g'riliq maxsus kishilarni tarbiyalagan. Shu kitoblardan ko'rsangiz bilalaysiz, u kishimi nurg'un notiqlarni yetishtirib chiqqan. Ammo notiqlik tug'mi bo'ladigan ish, buni o'rgansangmi foydasi yo'q deb hech kimga zarba bergan undaq ish yo'q. Odamlar nurg'un iqtidorini amaliy o'rganish jarayonida to'liqlaydi. Shuning bilan birga bara-bara ba'zi bir mahoratlarni yetildirdi. Dünya nutqshunoslik tarixidan qaragandimi, nurg'unlagan notiqlar dal tirishib o'rgangan, sistemalik o'rgangan. O'rganish orqali o'zlariniki mushu nutq iqtidorini yetildirib, jamiyatga nurg'un tuhfalarni qo'shgan. Ana shundaq notiqlarning tarixidan biz his qila olamiz, nutq iqtidorini yuqori ko'tarmagan odamlar o'zining rolini jamiyatda to'liq joriy qildira olmaydi. Ya'ni bir notiq ixtisos egasi bo'lishi mumkin, ammo ixtisos egasi notiq bo'lmasa bo'lmaydi. Yevropada nutqshunoslik ilmi buningdan 2000 yillar burunla barliq kelgan deyiladi ekan. Ba'zi bir tadqiqot materiallaridan qaraganda, ya'ni nutq maharati to'g'riliq 2000 yillar burun Yunonda allaqachon asoslar selinib bo'lgan ekan. Yevropada odamlar mushu asrdagi eng kuchli sanalgan 3 qurolni tizib chiqibdi. Ya'ni eng kuchli bo'lgan 3 qurol desa, uning 3-ning birinchisi nutq, ikkinchisi atom bombasi, uchinchisi pul deb qaraladi ekan. Dunyodagi eng cho'ng uch qudratli narsaning birinchisi dal nutq deb birinchi o'ringa tizib kelgan. Shunlashqa Yevropada nutq so'zlashni, o'zining fikrini kollektiv baz so'rinlarda to'g'ridan to'g'ri ta'sirli qilib, o'zgacha qilib o'tirib qo'yishni o'zining bir xil majburiyati sifatida tushunadigan bo'lgan. Hatto bolalarni kichikdan boshlab nutq so'zlashga moyil shaklda ba'zi bir tarbiya yetaklashlarni olib borgan. Hatto bolalarning nutq maharatiga alohida ko'ngil bo'lgan. Hamda xalqarodagi nutqqa bo'lgan e'tibor, xalqarodagi nutq haqidagi izlanishlar to'g'riliq to'xtalganda, boy degandek biz Dali Karnegdan olib o'tib ketolmaymiz. Yer sharidagi 5 cho'ng qit'a 50 necha davlatda 1700 dan ortiq Karneg sho'yani qurilib bo'lgan ekan. Karneg sho'yani deganlik nima deganlik desa, mushu nutq haqida izlangan kishi bu. Boy dedik. Yevropada cho'nglar ma'rifining bir avlod piri deb ta'riflangan odam.
Demak, 1700 dan ortiq Karnegie shoyani bor degan gap maxsus nutq haqida izlangan, nutq haqida tarbiyalanayotgan nurg'un odamlarning borligini ko'rsatadi. Shunga o'z navbatida notiqlik u bir hunar, u bir kasb, hatto kasblarning nihoyat yaxshilaridan biri notiqlik. Sobiq Sovet ittifoqida bir olim shunday bir so'zini deydi ekan, Markes menga qanday fikr qilishni o'rgatdi, Karnegie menga shu fikrni qanday ifodalashni o'rgatdi deydi ekan. Məmmə şu özü oylagan fikirlərini, özünün xohish tavsiya təşəbbüslərini ravan ifadələyənməydigan, hissiyatlarını bemalal oturup qoyanmaydigan odamlarga qo'polroq qilib bir ism qo'ydim. Eg'iz tili qavziyati bemori dedim. Bu eg'iz tilidagi bir xil qavziyat dedim. Nima uchun? Bu sizning qalbingizda siz demoqchi bo'lgan o'y fikrlar shu qadar suzuk, shu qadar aniq. Ya'ni kelib bu bilimlaringizning, bu tuyg'ularingizning nurg'un kishilarga nisbatan intayin ahamiyati bor. Ular shu bilimingizga ehtiyojliq. Shu tuyg'ularingiz nurg'un kishilarning texmi ko'p natijalarga erishishiga sabab bo'laligidek sizda shunday bir boylik bor. Ammo siz buni ifodalab chiqarolmasangiz, go'zal ravishda ularga yetkazolmasangiz, bu bir xil ojizlik. Shuning uchun o'zingizning o'ylaganlarini, o'zingizning bilganlarini boshqalarga ifodalab yetkazib berolmasangiz, bu bir xil kasallik bo'lmay nima? Shunga men qo'polroq qilib eg'iz tilidagi qavziyat degan bir nomni qo'ydim. Naq maydon dars so'zlaganda nurg'un o'rganuvchilar buni anglabmi kulishgan bo'ldi. Hatto ba'zi "Nayt yaxshi qo'yibsiz muallim. Haqiqatan bizning nurg'unlarimizda mush masala bor ekan" deb ularni tasdiqlagan bo'ldi. Endi buni sal obrazlik ifodalash uchun qo'polroq aytilib qoldi. Ammo lekin yana bir nuqtani o'ylaganda o'zimizning o'ylaganlarini ravon, go'zal ravishda ifodalamaslik haqiqatan bizdagi bir xil ojizlik. Nutuq deganlik amaliyot u bir xil ifodalash deganlik. Ma'lum nuqtani aytganda talant egasi, ixtisos egasi jazman notiq bo'lish kerak. Sizning ifodalash iqtidoringizning o'sishi bilan tang siz asta-asta o'zingizni bayqaysiz. Shuning bilan birga boshqalarga mislsiz darajada yangi obraz olib kela olasiz, hatto boshqalarga kuchli zarbami bera olasiz. Dal mushu tilning kuchi orqali. Demak bu bizga qo'sh unum olib keladi. Nutuq bizning boshqalarga ta'sir qilishimizdagi shundaqla o'zimizning obrazini barpo qilishdagi eng halqiliq vosita. Biz o'zimizning obrazini kiygan kiyimlarimiz, o'tag'an uyimiz, haydayotgan mashinamiz orqali yuksak o'ringa ko'taramiz desak, menimcha biz xatolashib qolamiz. Nima uchun? Elning ko'zi ellik. Odamlar sizning o narslaringizga emas, sizning so'zingizga qaraydi. Chunki bir odamning so'zi dal uning qimmat qarashi, bir odamning so'zi dal uning bilish saviyasi, bir odamning so'zi dal uning odamiyligi, bir odamning so'zi dal uning samimiyati. Xo'sh, yaxshi so'zlash, go'zal so'zlash hammamiz xohlaydigan, biz o'rganishimiz kerak bo'lgan nihoyat muhim soatlardan biri ekan. Bu nihoyat asqetichonligi yuqori bo'lgan bir hunar ekan. Unda bo'lsa biz buni o'rgana olamiz. Biz buni o'rgana olamiz deganni qayd qilib o'tdik. Unda bo'lsa qanday o'rganamiz? Toki 2011-yildan bugunga qadar mayli oliy maktabning munberida bo'lsin, sirtdagi maktablarning taklif qilishi bilan so'zlayotgan darslarda bo'lsin, yoki bo'lmasa ayrim mendan birga bir dars elayotganlar bo'lsin, men mushu o'qitish jarayonida to'plagan tajriba, o'zimning radio stansiyasidagi, sahnalardagi, o'qitish munbiridagi to'plagan tajribalarimning yo'g'rilmasi, izdanishlarimning va o'rganganlarimning javhirining hammani yo'g'irib, men butun kuchim bilan mush yoqda ko'p izdandim. Nutuq, eg'iz tili mahoratini o'qitish, tarbiyalash jihatda ko'zga ko'rinarli natijalarni qo'lga kelgan bo'ldi. Agar siz nutq so'zlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, agar siz til ifodalash saviyangizni yuqori ko'tarmoqchi bo'lsangiz, nimalarni o'rganishingiz mumkin? Buni mundaq bir amaliy misol bilan tushuntiraylik. Bir shirkatning taklif qilishi bilan men shirkatning xodimlarini ichki qismda maxsus shu nutq mahorati to'g'riliq tarbiyalashga to'g'ri keldi. Mundaq bir plan tuzdim, shu plandagi darsning mundarijasi mundaq. Balki shu mundarijani anglagandan keyin siz nutqqa munosabatli o'rganadigan temalar haqida az to'la bir tushunchaga ega bo'lib qolsangiz ajab emas. Masalan, so'zlashdagi ko'p uchraydigan nomuvofiq taraflar va uni to'g'rilash usullari. Nurg'un odamlarning so'zlash jarayonida o'ziga agashtirib olgan nurg'un ayblari, nurg'un nuqsonlari bo'ladi. Ondan keyin nutq so'zlashdagi qadam bosqichlar va ulgulik misollar, nutqni jalbkor boshlashdagi 9 xil usul, so'zni oxirlashtirishdagi 10 xil mahorat, qalt so'zlar nadin keladi, tizish yezib olishning nutqdagi roli,
nutqning mazmunini as saqlashdagi bir qancha xil usul, so'z qobiliyatini o'stirishning turmushdagi qo'llanishchan usullari, so'zlashdagi 6 xil kasallik va 5 turlik muhim nuqta, bolalarning nutq iqtidorini qo'zg'atish, so'z boyligini oshirishdagi qo'llanishchan usullar. Xato so'zlab qolganda qo'llanadigan 5 xil apchil chora, turlik aloqadagi o'zini va boshqalarni tunishtirish qoida tartiblari, suhbatdagi qo'llanishchan mahoratlar, mahsulot va shaylarni tunishtirishning 6 xil usuli. Mana mushuningga o'xshash turli temalar bor. Bu hamda shirkatning ichki qismidagi xodimlarni tarbiyalash uchun tuzilgan, tayyorlangan bir xil bizningki o'qitish planimiz. Hamda har birimiz o'zimizning ehtiyojiga asosan, har birimiz o'zimizning zarur deb qargan yo'nalishiga asosan o'rganadigan temalar intayin ko'p. Bu nihoyatda keng bir soha. Buning turi intayin ko'p. Chunki har bir odamda saqlangan masala o'xshash bo'lmag'achqa, buning so'zlaydigan mazmun o'xshash bo'lmaydi. Har bir odamning masalasi o'xshash bo'lmag'achqa, uningga yetakchilik qiladigan mazmuni yana o'xshamaydi. Xulosalab kelganda, har bir odamda o'xshamaydigan masalalar mavjud, ammo har qanday masalani, agar tilingizdagi fiziologik masala bo'lmasa, har qanday masalani asosan hal qilishda umid bor. Masalan, ba'zilarning ovozining g'ayri chiqishi, masalan, ba'zilar dimog'da so'zlaydi. Men nima tushunmayman. Men mendan tushungandan tushunam, hech qanday yemimni anglab tushunmayman. Masalan, dimog'da so'zlasak, mana shunday tovushlar chiqib kelishi mumkin. Yana ba'zilarning tilida masalalar bor, yana ba'zilarning og'zining ochilishida masalalar bor. Xulosalab kelgan vaqtning o'zida men sizga nima demoqchi? Nutq iqtidori tug'ma bo'lmaydi. Buni o'rgangili bo'ladi. Siz tirishsingizlar, to'g'ri yetaklansingizlar, o'zingizning tilidagi yangi bir bo'sish nuqtasini balkim topa olishingiz mumkin. Xulosalab kelganda, mana mushundaq turli nuqtalar siz nutqni so'zlash iqtidoringiz yuqori ko'tarishni o'rganay degan vaqtingizda mushundaq nurg'un temalar ko'z oldingizga keladi. Avval siz nutqni o'rganay deb bir irodaga kelib, bu so'g'dan o'tgandan keyin bu nutqning asli siz o'ylagandek oddiy bir tor doiradagi mazmun emas, buning o'ziga xos bir dunyo, o'ziga xos bir mustaqil fan, bir murakkab soha ekanligini uningdan keyin his qilishingiz mumkin. Amaliyotda so'zlashni o'rganish uchun nurg'un narsalarning bo'lishini hojati yo'q. Faqat birla narsa kerak. Ammo bu birla narsa intayin muhim bo'lgan halqiliq narsa. Uni biz iroda deymiz. Iroda deganni yigilib bo'lmaydi. Lekin irodasizlik odamni har qanday narsani yeydigan qilib yetadi. Siz qalbingizdagi go'zallikni og'zingizdan boshqalarga yetkazishni o'ylasangiz, xuddi o'zingiz attirguldek nagil bo'lsangiz xush hid tarqitishni o'ylashsangiz, yoki o'zingizning bilimi, tajribasi, o'y fikrlaringizni boshqalarga, ya'ni eng keng xalqqa, texmi ko'plagan kishilarga yetkazib, texmi hasilab unum paydo qilmoqchi bo'lsangiz, mening taklifim so'zlashni o'rganing. Nutqni o'rganing. Tildagi bo'sish hayotlikdagi bo'sish.